Qalaysan, Jetel, ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum brat. Alaykum. Xo'sh, endi bu yoqqa kirishim kerak. Mashinamni qulfladim. Menimcha hech kim tegmasa kerak. Atrof juda ham chiroyli ekan, lekin janob mer uydamki, bu yerda zabrovka bor ekan. Soat necha bu? Obed bo'lib ketibdi. Janob mer menga qanaqadir yegulik bersa zo'r ish bo'ladi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, qalaysan, temir odam? Zo'r, o'zingiz ham yaxshimisiz? Chotga nima gaplar? Tinchlik, men shu yerda yashamoqchiman. Yaxshi, hozir Jo'xa chaqiramiz. Davay chaqiring. Qaraysiz, men sevsam sevmagan qizlar. Voho, artist bo'lib ketyapman kundan kunga. Ob-havo ham juda ham takoy bo'lyapti bugun. Mazza qilib dam olgudek ob-havo bo'lyapti. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, qalaysan? Janob mer, bugun dam olaman degandim. Nimaga telefon qilyapsiz, axir? Senga dam olish qachon bo'ladi, bilasanmi? Qachon bo'ladi? Aytmayman, tezroq kel, ish bor senga. Qanaqa ish yana? Qishlog'imizga mehmon keldi. Qanaqa mehmon? Kelsan ko'rasan, tezroq yetib kel. Aytgancha kirka, tapor va belkurak eshikdan chiqmasin. Nima uchun kerak ular menga? Albatta, men buyuradigan ish uchun. Tezroq yonimga paydo bo'l. Davay, tezlash. Bo'pti, sehrgarman, hozir fiting qilaman, yoningizga paydo bo'lib qolaman. Shu janob mer bor, o'zini xizmatkor deb o'ylaydim men, qul deb o'ylaydim men, bilmayman. Luboy narsaga Jo'xa, bu yoqqa kel, Jo'xa, bu yoqqa kel. Jo'xa bor-ku. Tushunmadim, bu qanaqa mashina bo'ldi? Bu kimning mashinasi ekan? Yo, rostdan ham mehmon keldi ekan-a. Deb bu qanaqa mashina ekan? Audimi? Yo, rostdan ham Audi ekan. Deb nimalari, motorlari dahshat ekan. Lekin bu mashinani bilmadim. Endi qanday yuradi, tez yuradimi, sekin yuradimi uni bilmayman. Qizil odam, qizil temir odam. Votda ironman gapda. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum, keldingmi? Qalaysan yigitcha? Yaxshimisiz, temir odam? Siz rostdan ham temirmisiz? Yo, toshman. Temir odam bo'lgandan keyin temir bo'laman-da, tentak. Shuni so'radim-da, biratan kechirasiz avvalo. Janob mer, xizmat nima qilishim kerak? Nima ish buyurmoqchisiz? Qarochi, ironmanni tepasida chap tomondagi eshikni och. Ochdim, milliardta narsa bor ekan. O'shanda qizil aravani olgan kravatni. Qizil kravatni oldim, Keyin daraxt ol. Daraxtni oldim, qizil blokni ham, oq blokni ol. Oq blokni oldim. Tosh ol bir stak. Tosh bir stak oldim. Keyin esa oyna ol, bir yarim stakcha. Yarim stak oldim. Ikkita qizil eshik. Hozir ikkita qizil eshikni ham olaman. Ikkita shkaf. Ikkita stol. Ikkita stol oldim. Xo'sh, yana nima bo'lishi mumkin edi bu yerda? Qara, qarochi, sariq blok bor-ku. O'shanga tegma. Tegayotganim yo'q. Qarochi, yana nima bor edi? Qarochi, shularni paka olib turchi. Uy qurish kerakmi? Albatta-da. O'zi o'rganib ketganman. Ko'ryapsizmi, qanaqa ish berishingizni taxmin qilib aniqlab olyapman. Bo'ldi, gapni ko'paytirma, borib ko'r. Jigar, endi bir amallab boraylik. Men ham shu qishloqda yashamoqchiman-da. O'zi qishlog'imizga kelmagandan hech kim qolmadi. Bor, hamma keldi. Bor, nima qilsam ekan? To'g'ri, mashinangiz deb aytaymi? Bor. Qayerda bo'sh joy bor? Qishlog'imizda shu mehmonxonaning yonida bitta bo'sh joy bor. O'sha yerdan qurib bersam bo'ladimi? Bilmadim. Yamalni uyining yoniga qur. Men ham Yamal bilan futbol o'ynamoqchi edim. Bo'pti, bo'lmasa o'sha yoqqa mashinangizni ham olib boraman. Bo'pti. Mashina ochiq turibdi. Mayli, ochiq turgan bo'lsa juda ham so'z. Yamalni uyining oldiga borib turib, demak, Neymarlar bilan qo'shni bo'lmoqchi ekanda, bratan. Tayson bilan qo'shni bo'lishni xohlaysizmi deganda, bu Neymar bilan qo'shni bo'lmoqchi ekan, bratan. Lekin hozir biz yo'limizni ko'ryapsizlar, asfalt bo'lib ketgan, hamma yo'q mazza qilib, mashinani ham haydasa bo'ladi. Luboy yugursa ham mazza qilib yuguradi, odam oyog'i qattiq bosilmaydi. Lekin bu yerda bo'sh joy yo'q. Qayoqqa quraman, daraxt chopamizmi deymanda, chopaman. Daraxtni chopishdan oldin mana uyni chopib yubordim-ku. To'xta, men tushib olay. Yaxshi. Mashina hozir bu yerda gumdon bo'lib ketishdan oldin mana bu yerni sozlab olish kerak, mashinani chiqazib olishim kerak. Endi yurar balki. Yurmayapti-ku, nima bo'ldi? To'xta, qayerdir qisilib qoldi shekilli. Mana shunaqa holatlar menga umuman yo'qmaydi, to'g'risini aytsam. Yur, jonivor, yur. Bo'ldi, jonivor deyapmanmi? Bu qanaqa jonivor bo'ladi? Axir mashina-ku. Mashina bo'lgani bilan meni tilimda jonivor bo'ladi bu. Tak, yaxshi. Bitta daraxt bor edi va oynalar. O'zimda yaxshi ham oyna bor, ya'ni janob mer bergan oynalar. O'sha oynalarni qo'yib yuboraman, takoy, bo'ldi. Hech kim bilmaydi bu yoqqa nima bo'lganini. Endi esa mana shu yerdan uy qurishni boshlayman. Orqa tomondan quraymikan? Mana bu yerdan yo'lni ustidan qursam bo'ladi. Mana bu yerda o'zidan menimcha yaxshi chiqsa kerak. Belkurak bilan daraxt sindirishga nechi baxt qo'yasizlar. Вообще aqlga sig'maydigan narsalar qilib qo'yibman.
tobbora mana bu daraxt yo'q bo'lib ketguncha biz fundamentalniy qismni boshlaymiz. Bizga daraxt kerak bo'ladi albatta. Va Yamalda usulda qilaymikan uyini. Bunda ham mashinasi bor, garaj bo'lishi kerak albatta. Bo'ldi, buni ham shunaqa usulda qilaman. Mana bu daraxtni uzoqroqqa borib ekib qo'yish kerak. Uylarga vobsheta xalaqit qilmaydigan joyga. Shunda bozorchilik ham rivojlanadi, hammasi chotki bo'ladi. Va mana shu yerdan qurishni boshlayman. Mana daraxt tezroq yo'q bo'lib ketsa yaxshi bo'lardi. Bu yerda bir blok qolgan ekan. Nimaga bir blok qoldirganman? Menimcha bu yerda nimadir bo'ladi. Ya'ni nima bo'lishi mumkin bilasizlarmi? Teng bo'ldi. Bu tomoni nima bo'ladi? Daraxt qoldirib nima dedim? Ha, bir blok qoldirganim sababi mabodo Neymar tog'i orqaga o'tmoqchi bo'lganda o'sha yerdan o'tib qaytadi. Bir xil qilib qurmoqchiman. Tepada barg bor deyapti. Chiqa olmaysan deyapti. Mayli deyman-da, men barglarni chiqarib tashlayman, bu yerdan olib tashlayman. Shunda menga joy ochiladi. 1 2 3 sanab o'tirishim shart emas. Mana Yamalni uyiga qarab o'lchasam ham bo'ladi o'zi. Bir qator tepaga chiqib ketdim, qaytaramiz bittani va teng bo'ladi shekilli. Bu ikkisi teng bo'larmi deydi-yu, teng bo'ldimi? Bir qator menimcha orqaga qaytarish kerak. No, orqaga tushib ketdim. Rostdan ham bir qator orqaga qaytarish, yo bir qator past bo'lib qoldimi shunda? Yo, men vobshe tushunmayapman. Teng bo'ldimi, qator orqaga qaytarish kerakmi ekan? Umuman tushunarsiz bor-ku. Xo'p, mana 1 2 3 4 5 o'shaning uchun sanab kelishim kerak-da, sanamaganman. 5 ta blok ekan. Tak, bu tomon ham mana bu yerdan olinadi. 1 2 tak 3 4 5 normali. Endi bularni birlashtirib chiqish kerakmi? Qana qurilgan ekan, o'rtadan bir qator tosh terilgan ekan. Tosh olamiz birinchi o'rinda. Biz ham tosh bilan o'sha bilan bir xil biriga bir chopish kerak. Bu tag qismi mana bunaqa yarimtalik blok ekan. Yarimtalik blokni qayerdan topaman? Mayli, hozir yasaymiz. Yarimtalik blok yasash bizga hech qanaqa problema tug'dirmaydi. Bitta verstak kakras. Aytgancha, buni aytgancha uydagi verstagini uyiga chiqarib berganim. Uyidan kirib yasab chiqsam bo'lar ekan qayta. Tak yarmini o'ylantirib olamiz gapni. Qalay o'ylantirib, toshni yarimga aylantirib olamiz. Mana shu 3-chini tepa qismidan 1 2 3 tepa qismidan olamiz. Ya'ni mana shu yerdan oladigan bo'lsak yaxshi chiqadi, o'xshaydi o'sha Yamaliddinni uyiga. Bu yerga ham kakras zina bo'lish kerak, lekin zina u tomondan bo'lgan va u tomonda bu uyda uy yo'q. Bu uyda uy yo'q. Ko'ryapsizlarmi gapni? Dahshat takoy gapirib qo'yaveraman ba'zida. Lekin ikkalasi teng bo'lyaptimi-kan? Bu ikkisi teng bo'larmi? Teng bo'lyapti. Yaxshi o'xshayapti asta-asta. Demak, mana bu daraxtlar tepa qavatini bir qator past qilganmanmikan? O'xshamayapti, bir-biriga yaqin turmayapti qandaydir. Bilmayman, nimadir bo'lgan shekilli. Biz ishimiz doimgidek osonlashtiraman, to'g'ri, deb gapiraveraman doim. Endi obunachilarimni ham hisobga olaman-da doim. Lekin nimaga qo'yilmayapti? Hayronman. Nimaga bo'ldi mana? Hop, bu mana kerak bo'ldi, всё. Tak, to'xtaylar, buni qilamizda, yarmi qoldi. Ya yarim emas, bir qator qolibdi. Bir qator qo'yib yuboramiz. Bu yerga endi zina qilishim kerak. Ikkinchi qavatga chiqish uchun mana shu Neymarni uyini yonidan chiqib ketadigan qilaman. O'shanda menimcha yaxshi chiqadi. Bitta qo'yamiz. Keyin mana bu yerga bitta qo'yamiz, sakrab chiqiladi. Bu yerga ham bitta sakrab. Obbo, mana buni nima qilamiz? Buzib tashlaymiz-da, nima ham qilardik boshqa? Neymar tog'adan uzr so'rayman albatta. Bu qilgan ishim uchun. Endi tushunsa kerak Neymar nima deyapman? Qaysi tilda gapiryapman? O'zbek tilini tanlash uchun birini bosing deydi. Tojik tilini tanlash uchun bosmang, chunki tojik tili yo'q bizda. Xo'p, bo'ldi, chotga. Ammo buzib tashlaymiz. Kerak yo'q yoki tursinmi? Yo'q, kerak emas baribir. Xo'p, menimcha juda ham chiroyli chiqyapti, lekin yana bir qator daraxt qo'yib chiqish kerak. Haqiqatan kam qilibman, ko'ryapsizlar. Men tepaga chiqqanimdan keyin kallam ishlab qoladi-da. Qurib bo'lgandan keyin kallam ishlab qoladimi yoki shunaqada, короче, kech ishlaydi o'zi hamma kallalar. O'rta qator tosh bilan qilingan. Menda tosh 32 ta ekan. Yetarmikan tosh? Yetkazamiz. Yetmasa yetkazamiz. Yamaliddinov ana qarab o'tiribdi. Yangi mehmon kelganini ko'rsa, menimcha baqirib yuborsa kerak, chunki umrida yangi mehmon ko'rmagan qishloqimizda. Men o'zim ham shaxsan ko'rmaganman qishloqimizga bunaqa mehmonlar. Oldin kelgan, temir odam kelgan. Darrov ketib qolgan, mehmondorchilikka kelgan. Unaqa birdan yashayman deb kelmaganda tosh yetmay qoldi. Bor tosh olib kelaymikan endi. Janob merda uyiga borib kelsam, dahshat ko'p tosh bor. O'sha toshlarni yig'ishtirib kelaman-da. Короче, temir odam bratanni uyini qurib beraman takoy qilib. Xo'p, nimaga temir deyishgan? Tosh desa, bratanlar kechirasiz, tosh olish kelgandim. Bitib qoldimi? Brat, men robotga o'xshayapman. Qurayapman-da asta-asta. Onasi nemsan, hozir bitib qoladi 1-2 kunda. Mana bu uyini yonini ko'rishim kerak. Qanaqa qurgan ekanman uyini yonini. Farqi yo'li boy stilda quraversam ham bo'ladi, chunki menga o'sha bir xil o'xshash shart degan joyi yo'q, chunki u uchun bilmayman, balki 2-3 kun vaqtim ketib qolar o'xshashi uchun birga bir ko'chiradigan bo'lsam. Men uni yarmini taxta qo'ramiz, chunki bizga taxta ko'proq kerak. Ikkinchi qavatda yopish xizmati bor hali. Bu yerda ham taxta qo'ramiz. Mana bu yerda ham taxta qilib yuboramiz, lekin men bu yerda nimaga tosh qilib yuboribman.
bu tomonda ham taxta qilib yuborish kerak shekilli. Mayli, toshni sindirish bes problem biz uchun. Bittasini olamiz, ikkitasini va uchinchisini ham olib yuboramiz toshni. Bo'ldi endi. Taxtalar qo'yib chiqishim kerak bu tomonga. Menimcha juda ham chiroyli chiqyapti. Temir odam ko'rsat xursand bo'lib ketsa kerak, lekin ikkita eshik. Ya, aytgancha bu yerda ikkita eshik bo'lsa, mana bu yerni olib tashar ekanman. Ikkitalik eshik berishgan ekan menga. Ikkitalik eshik bo'lsa, shunda bittasi o'ng, bittasi chap bo'ladi. O'ng va chap. Dahshat takoy. Normali, menimcha kamchilik yo'q. Hozir yamaldi uyga men yerga nima qo'ygandim, verstakni. Menga zabor kerak. Qancha zabor kerakligini aytadigan bo'lsam, sizlarga bilmadim bir. Gdeta mana shuni qo'yib yuborib turib, yo'q, o'rtaga aytgancha nima bo'ladi? Cho'p bo'ladi o'rtada. Atrofiga esa taxta bo'ladi. Hammasini oladigan 30 ta. Butun olamga yetadigan qilib yubordim-ku. Ko'p bo'lib ketdi mayli. Hammasini qo'yib yuboramiz. Takoy. Endi ustki qavatini yopish uchun menda yarimtalik tosh bloklar 13 ta qolgan, yetmaydi. Bizga daraxt kerak. Tepasini daraxt bilan yopamiz. Shunda mana uni hammasini yarimtalikka fichik bo'lib yuboraman. 48 ta bo'ldi. 48 ta menimcha yetib oshib toshib ketsa kerak. Eng tepasidan bir qator tortamiz. Mana shu yerdan shu yoqqacha keladi menimcha. Kelmas ekan. Obbo, nima qildim? Mana bu yerda ekan. Ushladim, bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi tepaga bir chiqib olishim kerak yana. Tepaga chiqamanda, tepaga chiqqandan keyin ustini, zina usulida yopamiz. Ya'ni mana qilib zina usulida yopish kerak. Menimcha o'shanda dahshat chiroyli ko'rinadi. Sizlarga ham keyin yoqadi. Bu sizlarga yoqishini nima keragi bor, hayronman. Endi sizlarga yoqish uchun qilyapman hamma narsani. Videolarim o'zi sizlarga yoqish uchun qilinadi hammasi. 22 ta daraxtimizni hammasini taxtaga aylantirib yuboramizda, hammasidan zina yasab yuboramiz. Bizga nechta 40 ta berdi. 40 ta menimcha kamov. Yetganicha qo'yaman, yetmaganiga qo'ymayman. Qo'ymasdan o'tkazib yuboraman, udalik qo'raman, bilmayman. Hozirgi blok qani edi, yarimtalikka. Mayli, mana qo'yib yuborsam bo'ladi. Bir chiqvagincha edi, obbo tushib ketdim. Yana qaytib chiqamiz. Nayloch endi to'xtash yo'q bizda. Bizda zatni berish yo'q bizda. Obbo, yana bitta qo'yar ekanman shekilli. Bo'ldi, ana endi toshni chiqaman. Chiqdim. Ana endi bu yoqni qurishni boshlaymiz. Ya'ni mana tosh blok qo'yib chiqish kerak. Birinchi tag qismiga sardivor deyiladi bu. Qurilishni biladiganlar biladi, bilmaganlar o'zi biladi. Men esa tezroq qurib bitkazsam, keyin borib dam olaman.